Biz aldın katım insanın ihtiyacının katlamakı toxtulup bir xatarlik ihtiyacı hakkında sözgen edik. Maslow gösterken insanın ihtiyacı katmanın üçüncüsü insanın alaq ihtiyacı. Yani insan biyolojik taleplerini orundağandakin, mesela qılsaq toyda yemek içmek başka ihtiyacımız muqamdaldı. Turalgı sistemi hem qılmaydigan bolduq. Bizning normal turmush ihtiyacımız hal oldu. Biz normal bir insandagi yaşayaladigan mümkünlikке ega bolduq. Unda bo'lganda bizning ihtiyacımız nima? Alaq ihtiyacı. Yani biz dostluqqa, muhabbatga, urug' tuqqan munosabatga, ijtimoiy darajaga qatorliq narsalarga muhtoj bo'lamiz. Demek, ihtiyaçlar qamdalgan sir insonning ihtiyacı bağır insonlashish, ijtimoiylashish ve âli janoblash darajasiga qadam qo'yapti. Yani do'stlik deganda odam degan ma'naviy talablarni o'rindag'isi keladi. Yani insonning iqtidorining cheki bor. Ma'lum reallikda duch kelgan bir to'sqinlikni hal qilish uchun biz uni hal qilish iqtidorimiz chekli bo'lib qoladi. Biz shun boshqalarning yordamiga muhtoj bo'lamiz. Yani biz inson yani ma'lum jihatdan vaqtda bu tanholikni yaxshi ko'rmaydi. Tanholikning cheki bo'lish kerak buni aytganda. Tanholik uzun muddat davomlashganda inson o'zining iqtidorini erkin joriy qildirgan yo ochadigan mumkinlikka erishamagan bo'lib qoladi. Shuning uchun bu tanholikda masalan o'zini o'ylash, fikr qilish, o'zini xulosa qilish iborat bu taraflar hal bo'lgandan keyin uni yana inson boshqalarga hamkorlashib to'g'ri qilgan narsa. Shunga do'stlik orqali o'ziningki ma'naviy atmosferasini tanishaydi. Yoki ishlab chiqarishdagi, savdo aloqadagi yoki boshqa bir taraflardagi kam bo'lgan taraflarni o'zining do'stlarining yordami orqali to'liqlaydi. Shuning uchun biz kishilik turmushda bir do'stlikqa ehtiyojli bo'lamiz. Do'stlik bunday taqdirda insoniyat hamkorligining bir olijanob shakldagi ifodasi bo'lib hisoblanadi. Yani muhabbat albatta bir yerda do'stlikning bir muhabbat bo'ladi. Yani muhabbat degan o'xshamagan jinsli bo'ladi. Biz muhabbatning mazmun doirasida keng bo'ladi. Masalan biz tabiatga bir go'zal shaylarga muhabbatimizni ifodalaymiz. Özümüz yaxshi ko'rgan insonlarga muhabbatimizni ifodalaymiz. Shundan bir vaqtda bizda bir xil cho'nqur e'tiqod ehtiyoji bo'ladi. Bu e'tiqod ehtiyojimiz inson o'zidan kuchli bo'lgan, qudratli bo'lgan, o'zining hamma talablarini o'rindab bera oladigan, inson o'zi qaraganda nihoyat mukammal bo'lgan bir xil qudrat egasiga seg'inadi. Mana shuning hammasi insondagi muhabbat ehtiyoji bo'ladi. Shunga tabiatga bo'lgan muhabbat, insoniyatga bo'lgan muhabbat, ilohiyatga bo'lgan muhabbat deb deymiz. Mana shu muhabbatning qarshi qimmat qarash har xil diniy aqidalarni paydo qildi insoniyat jamiyatida, har xil ijtimoiy munosabat aloqalarini paydo qildi, urf-odatlarni paydo qildi. Shu insonning do'stlikqa va munosabat bo'lgan ehtiyoji, muhabbat bo'lgan ehtiyoji mana bugun biz tadqiq qilayotgan folklor, jamiyatshunoslik, madaniyathunoslik, dindan iborat shu ilmlarni barpo qilgan. Shunga o'xshamagan jamiyat, o'xshagan iqlimlardagi, masalan dengiz bo'yidagi, tog' rayonlaridagi, ichki quruqlik rayonlaridagi, yoki issiq balloqlardagi, yoki mo'tadil balloqlardagi insonlar o'zi yashagan tabiiy iqlimga munosib holda paydo qilgan ijtimoiy munosabat qoidalari va yo'sullari ana shunday kelib chiqqan. Endi urug' tuqqan munosabati degan vaqtimizda inson o'zining kelib chiqish manbasini tekshirdi. U ma'lum urug'ga yoki ma'lum bir nasabga tava bo'lgan narsa ekan. O'shani qarab turib endi o'zining urug' tuqqanlarini belgilaydi. Endi ba'diki o'tgan soat degan jinsiy ehtiyojli o'shani o'zining bir nikah qonun munosabatlari kelib chiqdi. Shundan urug' tuqqan munosabati bu kengayayotgan, o'zgarayotgan narsa bo'ladi. O'zaro qudilishish, o'zaro bojilishish jarayonlarda bu munosabat aslidagi bir xil doiradan kengayib, bir turoqsiz bir chambar shaklida bu asta-asta o'zining doirasini kengaytirib turayotgan bo'ldi. Ichki postini, mazmunni yangilishlab turayotgan bo'ladi. Shuning uchun biz hamisha bir o'zimizning bir urug' tuqqanchilik munosabati bo'lamiz. Endi urug' tuqqanchilik munosabati ham bir xil axloqiy munosabat, ham bir iqtisodiy munosabat bo'lishi mumkin. Ba'zi kelganda bir xil mudofaa munosabati bo'lishi mumkin endi. Shu insonning boshqa bir insonga bo'lgan sevgisi eng dastlabda urug' tuqqanchilik bilan bo'lgan munosabatdan kengayib, endi mahalla, rayon, davlat, endi butun bir insoniy iqlimga mana shular kengaygan bo'lgan narsa. Shunga inson o'zining aloqa ehtiyojini muvofiq bartaraf qilgan vaqtida bu insonning psixik sog'lomligi yaxshi, yani jismoniy sog'lomligi yaxshi. Endi bu aloqa ehtiyoji normal qamdalganda u inson o'zining kimligini yaxshi ifodalashgan bir vaqtda mush munosabatdan foydalanib turib bir sog'lom ishlab chiqarish, iqtisodiy munosabatni, savdo munosabatini barpo qila olish mumkin. Mana bugun biz kishilik turmushimizda kishilik munosabatni bir cho'ng san'at sifatida tadqiq qilyapmiz. Bir odamning kishilik munosabat doirasiga odamlarni mo'yin bir xil inson kapitali, aql kapitali sifatida tushunyapmiz. Iqtisod ilmi
mı ijtimoiy munosabatninki bir xil kapital sifatida jamiyatning iqtisodiy taraqqiyotini ilgari surishda faol rol o'ynaganligini mayallashtirdi. Endi insonning aloqa ehtiyoji qamdalgandan keyingi to'rtinchi ehtiyoj hurmat ehtiyoji bo'ladi. İnsan urug' tuqqan nasab jihati muayyan normal bir ehtiyojni munosabatni yaratib bo'lgandan keyin hurmat ehtiyoji qadam qo'ydi. Demak, bu ehtiyoj bag'ansir ma'naviy deyishdir. Moddiylikdan qarab ma'naviylikka qarab o'zgaryapti. Shuna bo'lganda bu hurmat ehtiyoji nimani o'z ichiga oldi desa, ko'p mazmun jihatdan masalan, g'urur, huquq, inobat, shon sharaf tuyg'ularimizni o'z ichiga olgan narsa. Masalan, men bir 4 odamdan ichida 100 obro'yim qanchalik, 10-20 odamdan ichida obro'yim bormi yo'qmi? Bir to'pning, bir jamoatning, bir xalqningki oldimdan qanchalik bir hurmatim bor, qanchalik yuzim bor deganga diqqat qildi odamlar. Shunga nurg'un odamlar o'zining yuz xotiri obro' uchun daskan soladi, pul xajaydi. Hatto shundan qo'rqib yashaydigan odamlar bor. Ba'zi odamlarning iqtisodiy sevishini yor bermisimi, o'zining shu hurmat ehtiyoji, o'zining yuz xotirasi uchunmi qizil raqam ko'rsatib ta'tirga yashaydigan iqtisodiyotda mandaq bir sog'lom bo'lmagan tarafda qadam qo'yildi. Shunga odamning hurmat ehtiyojini qamdash uchun jamiyatdan nurg'un ijtimoiy ilmlar kelib chiqqan. Masalan, g'urur, huquq, inobatni qilish uchun biz masalan adolat, qonunga muhtoj bo'lamiz. Shu qonun ilmlari bor dedi. Her xil sosyologiya ilimleri barlıq geldi, medeniyet ilimleri barlıq geldi, siyasi ilimler barlıq geldi, inobat meselesini tördegen aldı, psikologiya jihatdagi nurg'un shaxsiyatga yatırgan nurg'un ilimler, nurg'un ta'limotlar barlıq geldi. Bunda bo'lganda inson o'zining hurmat ehtiyojlari qandaydi? O'zining g'ururini qanday qo'g'daydi, huquqini qanday qo'g'daydi, inobatini qanday oshirdi, insonning bu jihatda har xil yo'sullar bor. Shunga bir inson endi shu o'zining hurmat ehtiyojini qamdash darajasi bo'lganda, bu insonning insonlik darajasini oldin qaraganda xili ko'tarilgan va yuksalgan bo'ladi. Abraham Maslow o'tirib qo'ygan 5-ehtiyoj nima desa, o'zlikni amalga oshirish ehtiyoji. Yani o'zlik degan o'zi nima deganda insonda endi bir hayvoniy taraflar bo'ladi. Bu hayvani taraflarni endi insonning o'zining tabiiy sharoitiga munosib bo'lib qamlaydi. Sharoitdan ehtiyot o'tirgan aloqa, muvofiq tanishilishni o'zi odamda o'zlik degan bir huquqni paydo qiladi. Mesela bir o'zlik deganda, masalan, meningki ma'lum bir chet elga chiqib, Harvarddagi bir universitet bilim olg'im bor. Albatta bilim olishda o'zimning maqsadlarim bor, yetmoqchi bo'lgan nishonlarim bo'ladi. Andan keyin bu orqali o'zimningki shaxsiy g'oyam bor, kollektiv g'oyam bor. Undaqdan buni qanday amalga oshiraman endi? Buning der qonuniy kafolat qanday? Ijtimoiy kafolat qanday? Ma'rif kafolat qanday? Men qanday shartlarni o'rindigan vaqtda Harvardga chiqib bilim ola oladigan sharoitni oxir qo'lga keltira olaman. Bu jihatda endi odamlar bizda o'ylaydiganlar bo'ladi. Ya'ni bir odamning bir qassoblik qilib, oxir hisobda oddiy bir qassoblikni do'qmishtiga go'shtni esqilab sotadigan qassoblik do'konning mukammal egasi bo'lish arzusi bo'lish mumkin. Demak, o'zlik degan bir navoiyning, qassobning, bir professorning, bir o'quvchining, bir o'g'ilning yo bir qizning o'zining madaniyat sevgisi, ijtimoiy sharoitiga tushlik holda bir shakli va uning mazmuni bo'ladi. Endi bu yerda o'zlikni amalga oshirishninki eng yuqori pallasini bilish mumkin. Masalan, haqiqatni amalga oshirish, yaxshilik va go'zallik muyassar bo'lish, ana o'zi o'ylayotgan ma'lum bir haqiqat, ma'lum bir qimmat qarashni, ma'lum bir g'oyani amalga oshirish jihatida o'ylaganlar bo'ldi. Masalan, bu bir millatiga vakil qiladigan dohilarda bakrak bo'ldi, qahramonlar bo'ldi. Masalan, Janubiy Afrikaning tunji prezidenti Nelson Mandela aqtalliklar bilan qartalliklar o'ttirisidagi irqiy ayrimchilikni tugutib, qartalliklarning irq jihatdagi barobarlik huquqini qo'l keltirish jihatida izlandi. Uzoq yil turmada yotdi. Murakkab siyosiy kurashda da'volg'ishni boshdan kechirdi. Oxirgi hisobda bu maqsadga yetdi. Shunda Janubiy Afrikada irqiy ayrimchilikning oxirlashiga faol kuch qo'shdi. Mana shuni o'zimi oliyjanob go'zal maqsadlar uchun, haqiqatdan iborat oliy g'oyalar uchun yashashga iborat bo'ldi. Hindistonning milliy qahramoni Gandhi bu shundoq kirdi. Shu insoniyat tarixida millatlardan, davlatlardan chiqqan dohilar va mana shularni mashina maqsadlar yashagan narsa. Shunga o'zlikni amalga oshirishninki eng tuvan cheki bo'ldi. U ba'zi shaxsiy turmush doirasi cheklangan bo'ldi va ba'zi ana shundoq millatga, davlatga, hatto insoniyatga vakillik qiladigan bunda bir buyuk mazmunlarga ega bo'ladi. Insoniyatning tarixida chiqqan payg'ambarlar, ulug' qahramonlar, dohilar mana o'zlikni amalga oshirishning eng go'zal, eng takammal bir pallasida o'zining hayotini jo'lalantirgan insonlar bo'lib hisoblandi. Endi inson o'zining o'sha ehtiyojini qamdash uchun harakat qiladi. O'sha harakatning hammasi bir iqtisodiy faoliyat,
Bu harakatninki sifatli, unumli bo'lishi bir jamiyatninki iqtisodiy taraqqiyotini ilgari surdi, mo'l, moddiy va ma'naviy boylikni yaratishga kafolat muyassar bo'la oladi. Endi insoniyatning jamiyatiga qaraydigan bo'lsak, bir jamiyatdan yana bir jamiyatni selishtirilgan vaqtda zodi insonlar mushkul beshxil ehtiyojninki qaysi darajasida, qaysi xil holatda yashayotdi degan masala tush kelamiz endi. Jamiyatga o'xshamagan tabiqalarni selishtirgan bo'lsak, ba'zi odamlar shu biologik ehtiyojlar to'xtab qolgan bo'ladi. Kundalik vaqti umuman qanday qilib to'yman, qanday qilsam ismg'idek bo'laman, qanday qilib bir normal bir uyga ega bo'laman, qanday qilib o'linaman, qanday qilib bola topaman, qanday qilib bu bolamni tarbiyalaman degan g'amlarning iskanjasida o'tgan bo'ladi. Agar bir insonning hayoti mush g'amda, butun umri mush g'amning ichida o'tib ketsa, unda bu inson eng tuvan bo'lgan biologik ehtiyojning doirasida o'tgan odam bo'lib, umuman namratlikning iskanjasidan asosan bir umr qutulmay o'tgan odam bo'ladi. Navada mush odamning umri mana mushunda g'am, andishalar, tashvishlarning ichida o'tib ketdi deyilgan vaqtida, namratlik bir odamning hayotida 20 yildan ortiq hukm sursa yoki mandaq aytganda hatto 10 yildan ortiq hukm sursa, u namratlik bu insonning psixikasida allaqanday aylanishlarni keltirib chiqishi mumkin. Bu char namratlik bir tashqi moddiy hodisdan bir ma'naviy hodisaga aylanib, u chaqda uning aşı ro'yida mangu juyoti bo'lmaydigan bir tamg'ob qilishi mumkin endi. Şuna namratlik qandaq vaqtda bir odamning moddiy holatidan ma'naviy holatiga aylanib ketdi deganda, uzun muddat hukm surgan namratlik u qancha tirisimi o'zgarmaydigan taqdirmish, qismatmish, reallik orqasida bu shaxsning qalbida namratlik psixikasini paydo qiladi. Namratlik iqtisodiy masala bo'lib qolsa, buni hal qilish oson bo'ladi. Agar namratlik psixikadagi, ruhiyatdagi masala bo'lib qolsa, buni hal qilmoq bek tez bo'ladi. Bu namratlikni paydo qilgan davr, vaqt, masalan, u 10 yilda, 20 yilda paydo qilgan bo'lsa, bu namratlikni uni hal qilish uchun balkim 60 yil yoki bir asr ketishi mumkin. Shunga ruhiy gadoylarni odatda bir davlat qancha tirishchilik ko'rsatib uni hal qilolmasligi mumkin. Ruhiy gadoylik o'xshash davlatdan tuzilishga keltirib chiqargan narsa, tuzilishga keltirib chiqargan ruhiyatdagi bu masalalarni hal qilish uchun jiq vaqt ketib qolishi mumkin deb qaraymiz. Şuna bir adamninki avada mutlaq namratlik bilan namratlikninki farqi bor. Namratlik degan ba'zilarda normal darajasi mutlaq namratlik mandashgan. Buni odam bo'lish chekidimi tuvan bu darajaga kelib qolganlik bor. Nihoyat xatarlik bo'ladi. Chunki bir davlatda, bir jamiyatda mutlaq ko'p sonli odamlar namrat yoki mutlaq namratga olib chiqib qolsa, undaqda bu jamiyat o'zining shu tuzumi mavjud reallik ustida bir o'ylanib ko'rsa bo'ladigan ahvol shakllanib qoladi degan gap. Endi jamiyat bir qism odamlarni ko'ramiz yana. U odamlarni ish qilayotgan desa, ular yaxshi uylarga ega bo'ladi. U oilaning a'zolarining har bir a'zoi yaxshi yasalgan ayrim xonalarga ega bo'ladi. Qizlar xos uyga ega bo'ladi. O'g'illar xos ega bo'ladi. Ularning hojat hollari pokiz bo'ladi. Hojat hollaridan atirning, qo'l yuvish suyuqlarining purg'i kelib turgan bo'ladi. Hatto uningga tashtakdagi gulga qo'yilgan bo'ladi. Perdeler aylarda yengişinib turgan bo'ladi. Bular mana shunday holat yashayotgan bo'lishi mumkin. Anavdagi ularning farzandi o'zi xohlagan maktablarga kiradigan bo'lishi mumkin. Yaxshi sifatli ta'lim-tarbiya sharoitidan bahramand bo'la oladigan bo'ladi. Yaxshi mashinalarda o'tiradigan bo'ladi. Ular nega bo'lsa chavaklar, olqishlar bo'ladi. Tabassumlardan bahramand bo'ladi. Yoqimli ovozlar, muzikadan bahramand bo'ladi. Uylarining oldi keyinda chimlar bo'ladi. O chimliqlarda o'tirib tomoq yelaydi. Oftobdan bahramand bo'lg'isa, oftobdan shamoldan bahramand bo'lg'isa, shamoldan bahramand bo'lgan bo'ladi. Biz jamiyatda mushkul odamlar turkumining borlig'ini ko'ryapmiz endi. Bu nima degan cho'ng farq? Bu farqni nima keltirib chiqadi? Kimlar keltirib chiqadi? Buni aramoq tas, ammo buni araydigan palla bor, ijtimoiy palla. Bu endi shu kasb ehlarining ishi. Shundoq bo'lgan vaqtida badanda namratlik degan gapni o'zim bir selishtirishdan kelib chiqadigan narsa. Endi bir davlatningki bir GDP'si bor. Ya'ni o'rtacha ishlab chiqarish qiymati deymiz. Şu GDP'ga selishtirgan vaqtida har bir davlatning amdaligi o'zi xos namratuldan. Amerikaning namrati bilan Hindistonning, Malayziyaning, Indoneziyaning namrati, Jungoning namratining farqi bo'ladi. Ular namratlikni qanchalik chekdi bekitdi, biz qanchalik chekdi bekityapmiz. Bir odam kundalik turmushi qanchalik pul xarjlasa, u boy bo'lgan bo'ladi. Qanchalik pul xarjlagan bo'lsa, u namrat bo'lgan bo'ladi. Ba'zida u rayonlarning, davlatlarning o'zining iqtisodiy ahvoli bilan munosabat bo'lib qoladi endi. Shunga namratlik bir nisbiy hukm bo'lib, har bir davrda boylik va namratning o'lchami o'zi xos bo'ladi. Har bir davlatning, jamiyatning iqtisodiy taraqqiyoti va GDP'si qarab turib, endi ba'zi namratlik degan gapga ta'bir berishga to'g'ri keldi. Ammo bir
Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki namratlık cəhətdə bekitken bir ölçüm var. Mesela o adamınki gündelik turmuşu günde ya $1'dan tövən mi, yoki yuqori mi, yoki $5 mı, $3 mı? Bunun o'xshamagan davrlarga qarab bekitilgan gap. Ammo Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki shunga o'xshab bekitgan o'lcham bor. Shunga shu o'lcham asosan bir jamiyat, bir millat yoki bir davlat o'zining namrat odamlarininki qanchalik ekanligini shu arabasi bo'lgan narsa. Ondan so'ng menmi o'zim aqlimni namratlikni qanday bekitsak bo'lgandi, namratlik zot nemidu deganni o'ylab baqdim. Men o'zimninki bekitgani bo'yicha aytgan vaqtda masalan normal turmush uchun lozimlik narsaning yo'qligi hamda uning hal qilish haqidagi chorasizlikning o'zini namratlik deb qaradim. Endi bu yerda normal turmush uchun lozim bo'lgan narsaning yo'qligi bu iqtisodiy namratlik bo'lsa, bu yerda hal qilish chorasizlik va nurg'un mazmunlar o'z ichiga kirishi mumkin. Masalan, bu chorasizlik qonunjar chorasizlik bo'ladi. Mesela o özünü kutulduruz için narxıl urnuş buludu. Mesela namratlarını yürüyüşçeydik siyaset, kanun, tüzüm, ılgar mı, ılgar emes mi? Şu rayının emeğiti uygun mu, uygun emes mi degen meselelerimdi. Şundan baktı her kılıççaylık çağrısızlıkın yani bir mezmunu bunun gelip marif sapası. Bilim, məlumat qançılık dərəcə buludu. Əgər bir cəmiyyətki adamınki yeterlik bilim eriş fırsatı olmasa, mesela onu bir savadsız oldu deyil. Bir savadsız adam her qanday yerdə qarşı elinmaydı. Əvzəl, yaxşı kirim və işlağa erişənməydi, şunday xizmətlərə erişənməydi. Ondan keyin onun ətrafında həm də özü savadsız bolğandıkən, tövən məlumatlı insan bolğandıkən, sapası tövən bolğandıkən, onun ətrafında onun mənini, kallasını qadaqlaydıgan, yoki onu yaxşı yeteklədən adam bolmaydı. Şuna hər bir adam özünün erişkən bilim məlumatıga, yoki sapası tutuşuq boldu, bir ictimai münasibət muhitini şəkillendirib qoyğan boldu, yoki o çetqi qılğan boldu. Mutlaqal çetqi qılğan bir insanın yar yüləkdə bulduğu adamı, yoki tüzülmə şəraiti bolmaymı qalğan boldu. Şunu ben bir yerde çağrısızlık diye vaxtda bir yerdeki kanuni, tüzüm cəhətdeki çağrısızlık buluşu mümkün. Ənəndəki bilim, aql, paraset çağrısızlık buluşu mümkün. İqtisadi, yarı yülək cəhətdeki çağrısızlık buluşu mümkün. Bu hər xil məzmunni şu obyektiv şəraitə öz çıxarışı mümkün bulğan narsa. Endi bizning adətdə kişilərimiz şu namratlıqni maddi namratlık ve manevi namratlık deb ikki kategoriyaga ayırıp keldimdi. Maddi namratlık degani umuman bir odamninki o'zining yashashiga, o'zining talabiga uygun bo'lgan darajadagi pul, iqtisodiy kafolatning bo'lmasligi yoki mulkning ustigina aslahalar va ishlab chiqarish sharoiti ega bo'lmasligi ko'rsatsa, manevi namratlık masalan bir odamning huquq namratligini o'z ichiga oladi, g'urur namratligini o'z ichiga oladi, bilim jihati tuvallikni o'z ichiga oladi, e'tiqod va axloq jihatdagi namratlikni o'z ichiga olishi mumkin bo'ldi. Masalan, ma'naviy namratlik qaday bo'lgan odamlarning o'zi, masalan, o musiqa anglash, she'r o'qish, go'zal ta'sirli romanlarni o'qish, go'zal suhbatlardan biri huzurlanish degan bunda arzu istaklar bo'lmagan bo'ldi. Ma'naviy namrat odamlar ehtimol uning puli bo'lgan holatdami ba'zida anda kitob o'qiydigan, masalan, manzillardan sayohat qiladigan unda intilishmi bo'lmaydi. Masalan, turmushimizning bir qismi odamlar bor, mashhur pullarga ega bo'lgan, moddiy jihatdan shart-sharoitmi yomon emas, chet elga sayohat chiqargan esa iqtisodiy shart-sharoitni yarib beradi, ammo alqadek bir unda go'zal intilishlarga bo'lmaydi. Havay degan qanday ekan ko'rib boqay. O'xshamagan rayon yashagan odamlarningki urf-odat, diniy qatlar qanday bo'ldi ekan, menda gumanitar tarafdagi menda sayohatni u o'ylamaslik mumkin. Bir eski xarabı nima deb o'ylashi mumkin bu, lekin ma'naviy jihatda yuksalgan odamlar eski bir shaharning xarobalaridanmi, bir puchuq dachandimi, bir yerimi uchib ketgan bir komzakdanmi, insoniyat tarixining taraqqiyot manzilisini qiyos qilishdimi, uni nihoyat go'zal his tuyg'ularga erishish mumkin shu. Ma'naviy namratlikning o'zi, mandaqcha aytganda, moddiy namratlikning natijasi va ba'zida uning sabab bo'lib qolishi mumkin. Biz namratlikning nima ekanligi haqida ta'birlarni berdik, uning kelib chiqishi, uning manbalari, ifodalanish shakllari haqida sizlarga ba'zi narsani degan bo'ldik. Bundaqda namrat odamlarning ro'yati qanday bo'ladi degan masalaga duch kelamiz endi. Bizning kuzatishimizcha namrat odamlarning ro'y holati tuvandikicha bo'ladi. Biri tuvan o'lchamlik turmushga sabr qilish va shu orqali xotirjamlik izlash. Endi bu tuvan o'lchamlik turmush uzun muddat davom qilgandan keyin ijtimoiy jihatdan uni o'zgartirishga mumkin bo'lmagandan keyin odamda bir xil passiv psixik shakllanib qoladi. Ya'ni u bo'lsa nima deganda uni o'zgartirishning o'rniga, uni hujum qilib aktiv faoliyat o'tishning o'rniga chekinib sabr qilish orqali xotirjamlik topish. Bu meningcha bizning jamiyatimiz nurg'un odamlar tepildigan bir ro'y holatdir. Endi bu xil oqibatdan kelib chiqishda har xil tuzum manbalik sabablar bo'lishi mumkin bo'ldi. Qonun, ijtimoiyat, ba'zida haqiqatan tabiiy shart-sharoit keltirib chiqargan ishlar bo'lishi mumkin.
Şuna her qanday bir namratlik, ma'lum jihatga vaqtda ham tabiiy taraf bunba, amma ko'proq holda bir ijtimoiy sabab bo'ladi. Ya tuzum, ya siyosat, yoki shu vaqt urush, ya bir qahatchilik har xil sabablardan bo'lishi mumkin bo'ldi. Shuna bir odamning savrchanligi, endi shu xil savrchanlikni bir pas bir xotirjamlik tuyg'usini izlashni o'zi, demak, insonning qobiliyatini uqiltib qo'ydigan, insoniyatni taxami bir xil namratlikka undaydigan bir xil ro'y holat bo'lsa kerak. Ikkinchisi, pul tepish iddiasi asosan yo'q bunda odamlarda. Faqat pul yig'ish iddisiga bo'ladi odamlar. Yiqqan pullarini mablag' sifatida ishlatmaydi. Uni to'y, zib-zinnat qatorliq, obro'y qatorliq marosim va sohalarga sarf qilishni yaxshi ko'rdim. Va pul tepish bilan pul yig'ish ikkisi o'xshamaydigan uqum. Pul tepish deganda aktiv faoliyatga o'tib, tafakkurni ishga solib, kallani ishga solib, yoki ishlab chiqarish faoliyatlariga aktiv holda qatnashib, ma'lum bir g'oya va nishonning turkisida o'tayotgan bir faoliyatdan ishorat berdi berdi. Şu pul tepish berdi bir xil aktiv holatni bildirsa, pul yig'ish berdi. O'zining boy bo'lganligiga, pul topadiganligiga ishonmagan yoki vaqtda mana bir aniq maqsadga ega bo'lmagan bir odam bo'lib, bu umuman topgandan tejashdan iborat mushkul holat tushib olganligini darak ko'rdi. Masalan, bunday odamlar ushdan tut ma'lum bir tuqqunning yordamiga erishib qoladi, yoki bir ma'lum bir boyning zakatiga erishib qoladi. Shundan bunday cho'ng bir boylikka erishdim deb qarab, uni xarjlashdan ehtiyot qilib, asosan mudofaa holatiga chiqib qolgan odam bo'lib bu. Va uni ya paypiqib saqlaydi, ya yotganni bir bujiga saqlaydi, ya tamg'i chaplaydi, yoki bo'lmasa odamlar uqmaydigan boshqa saqlab, bu pulning qiymatini oshirish, bir yan orqali ikki yan tepish, ikki yan orqali to'rt yan tepishdagi aktiv tafakkurning o'rniga bir qo'g'dinish, tugilib turilish psikisning iskanjisida asosan buni ishlatmaydi. Buni halqiliq paytda ekanda, yaman beshiga eg'ir kun tushgan vaqtda ishlataman-ku deydigan bir holatda bo'ladi. Andan keyin nurg'un odamlar shunday topgan pullarni endi asosan o'zini tarbiyalash, bolalarini, farzandini tarbiyalash, o'zini mukammallashtirish ishlatmasdan buni yig'ib oxirgi to'y yoki nazrda ifodalaydi. Odatda nazira va to'y qatorliq narsalar nurg'un odamlarning o'zini ko'z qilish yoki o'zini namoyon qilish, ko'pchilikning oldida o'zining obro'yini bir tiklab olish xarakterlik bir narsa bo'libmi bu demak shu zamoniy bo'lmagan an'anaviy jamiyatlarda shunday bo'ladi. Odatda bizning to'ylarimizning nurg'un hashamdarimlar aslida o'zimizni bo'lgan iqtisodiy imkoniyatlardan kelgan bo'lmasdan, buni yaxshi bir kelgan bir qatorliq bir fursat. Shuning uchun o'zimizning obro'yini, o'zimizning boyligini bir namoyon qilib qo'yishimiz kerak deb, kishilarga bir sun'iy obraz yaratishni o'ylaydigan odamlar jiq bo'ladi. Shu to'ylarda ba'zilar qazalibni to'y qiladi. Qazalib qimmat baliq zib-zinnatlarni oladi. Qimmat baliq uy jihozlarini, elektr uskunalarini sotib oladi. Shundan mo'sh qimmat baliq turmush uchun zo'r qilib yashab, odamlar ro'yijatdan vayron bo'ladigan ishlar ayt ko'p bo'ladi. Endi jamiyatshunoslar va iqtisodshunoslar ba'zi tashkilotlarni olib beribdikan, bo'lib Sharqiy Janubiy Osiyodagi allarni sharqi, chunki Sharqiy Janubiy Osiyoda taraqqiy qilayotgan davlatlar jiqroq, nomrod aholining ko'proq nisbatini egallagan bo'lgandan keyin, balkim ular o'sha allarni o'zining bir tekshirish obyekti qilgan bo'lsa kerak. Shularningki tekshirishni ega bo'lgan narsalar qarg'a vaqtida odatda nomrod oilalar televizor, DVD o'xshash shunday qandan kiralgo degandek shunday elektrlik saymonlarningki eng qimmatini olib oladigan shu yoki shularga iqtisodning asosiy gavdasi shular sarf qilishni yaxshi ko'rdi ekan. Bular nima uchun shunday qilgan deganda tekshirishdan ma'lum bo'lishicha, bunday odamlar vaqtining ko'p qismini asosan bekorchilikda o'tkazdi. Bunday odamlar bir bo'lsa chetqa qilgan ya chatlashtirilgan, yaqinlashtirilgan insonlar turkum bo'lganligi uchun ishlab chiqarishninki yoki sanoatning asosiy eqimini ichiga kiramagan hamdi. Nima qilishni bilamagan, gangarab qolgan, shunday bo'lgan vaqtni aktiv planlab o'tkazishdan passiv lag'aylab o'tkazish holatiga tushib qolgan odamlar bo'lg'achqa, bularning qanday qilib o'zining ma'naviy kavahchilikni to'liqlashdan keyin ko'yiga tushib qoladi ekan. Shundan bu televizorning yaxshisini olib, DVDni obdin olib, andikin ko'p vaqtini kino ko'rib o'tkazishdan bo'ladi ekan hamdi. Andan bular asosan hashamatga yepichish, ya'ni ehtiyojini aslab jiq bo'lgan tomoqlarni yeyish, ya birla o'tirishda ko'p qismlashgan, seriyalashgan tomoqlarni yetib yeyish bilan o'zining ma'naviyatini beytib, hamda o'tishni to'g'ri qilgan. Bu teginda aytgan vaqtda namratlikdan
namratlık psixikasidan kelib chiqayotgan bir qilmish bo'lib, odamlar o'zining ma'naviyatdagi kavaqchilikda shu puchakchilikning o'zini tashqi zinnatlar orqali, tashqi ko'z va hashamlar orqali to'liqlashni yaxshi ko'rdi ekan. Bu tagin aytgan yana psixikasi ojiz odamlarningki bir xil faoliyat bo'lib hisoblandi ekan. Bu faoliyatlarni bunda qaraganda biz o'zimizningki shu Uyg'ur jamiyatining turmush ahvolidan bog'liq vaqtda mayli shahardan yezlab kelgan qadar kengaygan mush to'y urf-odatimiz qaraganda bu xil turkumdagi odamlar bizda mutlaq ko'p sonda egallaydi ekan deb tushundim men. Mayli hatto boylarmi, pul tep xil qilganlarmi, umuman o'zini ko'z qilish xarakterlik faoliyatlar xili o'rinda. Hatto ularning bir qatorni sog'an daskanimi shu daskan orqali do'st birodarlarining oldida o'zining obro'yini tiklash bo'ldi. Shunday qo'yganda yeb ichishni maqsad qilgan va mazmun qilgan bir qatorlik daskanda yeb ichishdan kelgan bir inovat undaqda buning xarakteri nima bo'ldi desa, yana bir ro'yi ojizlik va shu ro'yi jabki puchakchilikdan kelgan bo'ladi endi. Aslida maqsadi va nishoni va g'oyasi va ma'lum madaniyat safani hozirlagan odamlarningki so'rin uyushtirishda ikki xil maqsad. Birisi ko'ngil ichish, bir xil estetik unum, bir go'zallik unumi yaratish. Ya'ni biz shu so'rinda yetmoqchi bo'lgan ma'lum bir xil nishon va muddao bo'lishi mumkin bo'ladi endi. Ammo nurg'un muddaosiz faoliyatlarning o'zida ba'zi vaqtda shunday qilib boshqalarning qoniga tomoqni berish orqali boshqalarning o'ziga bo'lgan hurmatini va qoyilligini setib olish Muyla bir xil to'xtamsiz bir to'xtam yerda tabiatda hukm surdi ekan. Menimcha Uyg'ur jamiyatida ko'plagan tabiqalar mana shunday bir xil psixik ojizlikka kirib bo'lgan deyishga bo'ladi. Namratlikning 3-chi xil ifodasi odatda namratlar boylik deganda faqat pulni ko'z oldiga keltirdi. Pulni birdan bir boylik deb qaraydi. Mundaqcha aytganda puli ko'p bo'lsa-mu, pulga loyiq ta'sir kishiga bo'lganlarning o'zimi namratlar bo'ldi. Demak, pulni ko'zlab elib berilgan barliq faoliyatlar va iqtisodiy faoliyatlar nihoyatda bir xil namrat bir faoliyat bo'lib, uni boshqa bir xil ma'naviy mazmunlarga ega emas deb qaraymiz. Aniki bunda namrat odamlarning ko'pinchisi ba'zida ya bir loteriya o'ynasam, omadim kelib qolsa 3.1 million pulni egasi bo'lib qolsam deydi. Hatto ba'zi pul tepilib tushishi mumkin. Yoki ma'lum saxovatli insonning o'ziga bir tursatin bir iltifot qilishni o'ylab qilishi mumkin. Yoki qizchiroqliroq bir odam o'zining qizini boy odamlarga yot qilish orqali boylik erishishi mumkin. Yoki bo'lmasa o'g'lininki ko'zir qilib turib boy iqtisodiy o'rni yaxshi bo'lgan oilaga shuni kijoqilga kirish orqali ahvolni yaxshilash mumkin. Bu tegin yetqaqda vositish yoki yo'nalish shakli orqali o'zining iqtisodiy ahvolini o'ngshashga tirishadigan narsa. Bundan da oliy tarkib etiklik mazmun nayeti shalang bo'lib, nayet az bo'lib, uningdalik niyat jihat qorliq va olilik ko'proq egallaydi debdi. Mana bu bir namratlar bo'lgan psixik ifodasi bo'ldi. Buning 4-chi xil ifodasi namratlarda o'zining tasavvurini, odamgarchiligini, fidokorligini, insoniy fazilatni namoyon qilgudek fursat bo'lmaydi. Bu yerda namratlarning hammasi qorniyat bo'ldi deganlik emas. Ularning go'zal axloq, go'zal xuy Ali cenab maqsadlar boshqalar uchun fidokorlik qiladigan mushtaq o'ylar bog'ladi. Ammo ular hamish yekilinib turgan bo'lganligi uchun o'zini ifodadek fursatga ega bo'lmasligi mumkin. Shuning bilan bu hol necha avlod davomlashib qolsa navada. Ularni ko'pchilik uchun boshqa to'g'ridek psixik qilmagan bo'ladi. Demak, boshqalarga ko'ngil bo'lmasmi bir turli namratlik bo'ladi. Yani bizningki jamiyatimizda o'zidan eshinib umum manfaat uchun boshqa turib, kollektiv manfaat uchun kuyunadigan fidokorlik ko'rsatadigan odamlar qanchalik mayli bo'lib boy yoki kambag'al bo'lishidan qat'iy nazar, shunga bir millatning boyligini umuman qilib aytganda, kollektiv aql farosat darajasini, kollektiv hamkorlik darajasini qanchaliklar o'lchash mumkin. Odatda iqtisodda bir ilm bor, u bo'lsin taraqqiyot iqtisodshunosligi degan bir ilm bor. Taraqqiyot iqtisodshunosligida nurg'un odamlar izlangan. Bu iqtisodshunoslikning o'zi asosan mush taraqqiy qilayotgan jamiyatlarda taraqqiyot o'z navbatida gullanish nima ekanligini ishlan bir vaqtda ya'ni uni aks natijasi namratdan kelib chiqish sabablari qanday bo'ladi? Bir jamiyat taraqqiy qilishlar vaqtida taraqqiy uchun to'lagan badallari nadan nagacha, erishganlari nadan nagacha mushuni tekshirib sistematik tadqiq qilgan ilmni o'zini biz taraqqiyot iqtisodshunosligi deb ataymiz. Men arada amerikalik iqtisodshunos Michael Todaro'ningki bir kitobini ko'rib qoldim. Bu kitobda kirish so'zida namratlarni tekshirgandan keyin bir qism namratlarniki namratlik haqida aytgan yurak so'zlarini naql keltirib ekan. Men ko'pchilikdan samiga shuni hadiya qilishni muvaffaq deb qoldim. Ugandalik bir namrat ayol mundaq degan ekan. Agar bir odam bek namrat bo'lib ketsa deydi, u ommaviy so'rinlarda aqliq bo'lgan ravishda dadillarda ishga qiz gap qilgan jur'atni bo'lmay qoladi deydi. Va hamisha boshqalardan o'zini tuyan chaqlaqan bo'lib qoladi deydi.
Onun ailesinde aşıqdan başqa hech kim qolmagan bo'ladi dedi. Ana onun yegidek, kegidek narsin bo'lmaydi dedi. Turmushningki sharoitning o'zgargidek imkoniyatni qolmagan bo'ldi. U hamisha qo'rqib, o'zini tuvan chaqlab, o'zining jasoratini va qobiliyatini ifodagidek bir xil ehtimollikmi unda qolmagan bo'ldi dedi. Moldovalik bir ayol mundaq degan ekan. Namratlarga nisbatan vaqtda hamma masala, masalan, kasallik, hijolat, armumusning o'zi intayin qo'rqinish soldi dedi. Biz hammadan qo'rqib yashaydigan bo'lib qoldik emas dedi. Biz atrofimizda boshqa bir odamlarning yor yo'laklariga yordamiga erishmoqchi bo'lamiz, lekin uning erishamaymiz dedi. Atrofimiz bizning ehtiyojimizni to'liqlab turadigan hech kim qolmagan bo'ldi dedi. Demak, oxirgi hisobda biz kishilar nazaridan tashlab etilgan bir dovgir axlatga aylanib qoldik emas dedi. Etiopiyalik bir kishi mundaq degan ekan dedi. Bizning turmushimiz hamisha gangirash, esankirash, xavfsirashning ichida o'tadi dedi. Biz yil bo'yi o'zimizning bir jasorat bir qatim ko'rsatgidek bir ahvolga erishamay qolamiz dedi. Biz hamisha afzal bir narsa qatnashamaymiz. Shundan o'zimizni chetga tortibla, o'zimizni qochiribla yashaymiz dedi. Atrofimizni o'rab turgan muhitimizda qo'rqinish, ocharchilik va qo'rqish andishni iboratli bo'ladi dedi. Yana Malaviya degan bir davlatningki bir odam mundaq debdi. Biz soatlab o'chirib turish orqali erishadiganimiz bir chelak suv dedi. Endi odatda bir chelak suvning qimmati qanchalik? Bizning ma'lum bir boy bir chelak suv emas, bir ko'lchak suvni yuyinishi mumkin. Ammo Afrikadagi ma'lum bir odam soatlab o'chirib turib bir chelak ichimlik suvga erishdi degan. Braziliyaningki bir odam mundaq deganda, namratlik mundaq chetqa vaqtda tuvan kirim va xizmatsizlikni o'z ichiga oladi. Shuningdek bir vaqtda davolangdek dorining bo'lmasligi, yegidek narsaning bo'lmasligi, kiyigidek kiyimning bo'lmasligidan darak berdi dedi. Bu Braziliyalikningki namratlik haqida tasavvuri Afrikadagi boya biz misol olgan Etiopiyalikningki va Moldovalikning, Ugandalikning tasavvuri qaraganda sal mo'lroq ekan. Keniyalik biraylar yana mundaq degan dedi. Qiziqkansan sen. Namaratlik deb so'rab yurishdan g'aytibami? Uni so'rab yurishning o'rniga mening uyamning tashqi qiyofatligi bir qarab baqana. Mening uyamning tomlari degan atni to'shib bo'lib ketgan. Shamol g'o'qirab o'tib turdi dedi. Mening uyamda uy hozir nemish qilsin? Qo'zi qasqidek kiyimlarim nemish qilsin? Qara, mana shunday narsani esingda qoldi dedi. Shu mening juljul turqim va kapamning vayroni xarobisining o'zila namratlik degan nima deganga yaxshi ta'bir emasmi? deb javob bergan. Demak, bizning ba'zi bir qism odamlarimiz namratlik haqida qanday narsalarni o'yladi, biz uni uqmaymiz. Balkim har bir odamning o'zining kechirmishi va taqdiriga munosib holda namratlik haqida ta'sirotlari va tasavvurlar bo'lishi mumkin. Namratlik shunday bir qabohat narsa ekan. Biz boshda aytgan o'xshash, qaysidir bir xil dana aytgan o'xshash, namratlik agar bir odam bo'lgan bo'lsa, joyli bo'g'izib o'tgan bo'ladi, degidek darajada xil qabohat narsa ekan. Andaqda bir jamiyat namratlik narsasi qanday hal bo'ladi? Bu iqtisodshunoslarning peshini qattigan bo'lib, har xil ko'zqarashlar o'tirib chiqqan ekan. Bu jihatda Amerikalik iqtisodshunos Paul Samuelson bilan William Nordhaus'ningki bergan ma'lumotlarni qaragan vaqtda namratlikning manbalari va uni hal qilish usullari to'g'risida bir qancha xil ko'zqarashlar mavjud ekan. Birinchisi, kamsitilish, o'qishsiz qilish, oila krizisi. Mesela aile krizi deganda er ayollarning ajrashishi yoki oila a'zolarining har xil yuqumli kasalliklar tufayli o'lib ketishi yoki favqulodda namratlik tufayli oila hayotiningki davomlashishiga amalsiz qilishi qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Shuningdek sog'sizlik, boshqa qatorliq omillar namratlikni keltirib chiqaradigan sabab. Shu hukumat bu omillarni hal qilish kerak deb qaraydi. Shunday bo'lganda namratlik bir xillik. Har xil ijtimoiy sabablar bilan bog'langan bo'lganligi uchun bu ijtimoiy sabablarning sababkori yani hukumat bo'lganligi uchun hukumat har xil tadbirlarni ishga solirish orqali mush namratlik masalasini tugutish kerak. Hukumat omili namratlik tugutishda muhim o'rin turdi degan qarash kerak. Ikkinchi xil qarash bo'lsa, o'rinliq, aroqkashlik, laqvalik, boshqalarga haddan ziyod tayinlash namratlikning yiltizi. Shunga yordam qilish namratlarni texnik namratlashtirib mumkin degan bir qarash. Iqtisod tarixida mushkul qarashlar o'tirisida munozara mavjud ekan. Mening qarashimcha buni munozara degandan ko'ra namratlikning sababini tushundirish jihatiki o'xshamagan kuzish usuli desak aqlga muvofiq kelishi mumkin. To'g'ri, ba'zida o'rinliq, aroqkashlik, boshqalarga tayinlashning o'zimi namratlikni yetkazadi. Lekin
insoniyatga o'rinliq aroqkashlik va boshqa yo'nalish psixikasi tug'ma bo'lmaydi bu endi. Tegin aytgan vaqtda bu keltirib chiqarilgan bo'ladi yoki ijtimoiy bo'ladi. Ijtimoiymi bo'ladi degan vaqtimizda buning tuzum sababi bo'ladi. Yoki misol shu davlat urush sababi tufayli, ya iqtisodiy krizis tufayli, og'ir munqarizlik patgan tufayli, oxirgi bu iqtisodiy tangpungsizlik kelib chiqib, buningki bu xil bo'hronning uzun muddat davomlashi tufayli odamlar o'rinliq yetishi mumkin. Lekin ba'zida ijtimoiy tuzilma jihatdan vaqtda u odamning aktiv faoliyatchiligini ishga soladigan ijtimoiy muhitning kamligi tufayli, yoki shu ishlasimi, ishiga loyiq ishlayolmaganligi tufayli, ishiga loyiq sifatli haqiqiy bo'lmagi tufayli, yoki jamiyatga ma'lum bir zo'ravonlar to'piniki uni qaqsoq tufayli oxirgi hisobda u o'zining aktivchiligidan voz kechib, o'rinliqqa aroqkashlik topib qolgan bo'lishi mumkin bo'lgan narsa. Shuning uchun har qanday namratlik u ma'lum etgan vaqtida ijtimoiy sababli bo'lishi mumkin bo'lgan narsa. Lekin yuqorqi ikki xil qarash qandaqli bo'lmasin, boyaq biz eslatgan Samuelsonning va Northcast'ningki ixtisosshunoslik kitobida yakunlab chiqilgan ikki xil ko'z qarashga vakillik qilgan so'zlar bo'lib hisoblanadi. Endi Shotlandiyalik ixtisosshunos Adam Smith mandaq bir gapni debdi ekan. Har bir odam o'zining foydasi uchun tirishidi. U jamiyatning foydasini emas, o'zining foydasini ko'z tutadi. Lekin u ko'zlagan u foyda oxirgi hisobda jamiyatning umum foydasi uchun ahamiyatli bo'ladi degan bir gap degan. Uning mandaq bir so'zi bor. Dunyoda hech qachon bekor keladigan bir vaqt tushlik tomoq yo'q. Agar sening oldingga bir qancha tomoq kelsa, bu tomoq qandaqdir bir odamning sana bo'lgan iltifotidan emas, balki shu jamiyatga navayning, qassobning, o'qituvchining, qurilish injinining, bank xodimining va allaqanday bir odamning o'z manfaatiga sodiq bo'lish asoslik tirishchanlikdan kelgan bo'ladi degan bir so'z. Endi bu yerda Adam Smithning bu gapidan birisi odamning shaxsiyatchilik tabiati ifodalanib turdi. Darvaqa inson shaxsiyatchi bo'lib, har bir shaxs inson o'zini qutqizish uchun, o'zini oliq bir jamiyat turmush saviyasiga erishtirish uchun tirishidimdi. Shunga har bir odamning o'z shaxsiyatchiligini, o'z shaxsiy manfaatini qanoatlantirish yuzasidan paydo bo'lgan aktiv faoliyat natijasida har bir odam bir boylik yaratadi. Har bir odamning o'z oldiga yakki yaratgan boyliklari jamiyatning umum boyligiga aylandi. Shunga jamiyatda umumli gullanish bo'lib, arqisabda har bir yakki shaxsning farovonligi shu jamiyatga barliq shaxsningki, barliq a'zolarning aktiv ishlab chiqarish faoliyat o'tish natijasida o'zi yaratgan qimmatningki jug'lanmasdan kelgan bo'ladi degan bir qoidani tushuntirib turdi. Shunday bo'lganda, undaqda jamiyatga barliq a'zolarning aktivchiligini keltirib chiqqan ijtimoiy mexanizm nima bo'ladi? Buni tushuntirish jihatda sotsializmchilar bilan kapitalizmchilarningki chiqish nuqtasi o'xshash emas. Hamda bir jamiyatda hamon namratlik masalasi bo'ladi. Uni o'zi xas kelib chiqish sababimi manbai bo'ladi. Endi biz Uyg'ur xalqining mutlaq ko'pchilik ammo islomda ishlanadigan bir xalq bo'lganligi uchun tarixdan birisi bularning o'zinki namratlarga yargulak bo'lish, yordam berish, ularni qutlarish jihatiga o'zi xos bir an'anasi bo'lgan. Bu shu islomning ahkomlari o'zining qoida prinsipi asosan bo'lgan. Albatta musulmonlarningki turmushda zakat degan bir xil hukm bor. Uyg'urlarning turmushi shundoq. Har qatdan bir Ramazon oylari kelgan vaqtida, shu Ramazon oylarida boylar pul topganlar o'zlarining eshinda mol-mulklarining 40 dan bir qismini ajratib, o'z atrofidagi urug' tuqqanlar ichidagi namratlarga yoki faqir bo'lib qolganlarga yardım qilish orqali ularni qutuldirish, ularni yangi bir hayot yo'liga solish jihatda nayt aktiv bo'lib kelgan. Buni shu bir odamning o'zining kishilik hayotidagi muhim bir axloq, bir fazilat sifatida tushunib kelgan. Jumladan zakat berish orqali o'zining ummatlarini va qarindoshlarini qutuldirgan, shularga yordam bergan odamlarmi shu mahallada, shu yurtda alohida hurmat sazovor bo'lgan, ularni bir alohida bir yaxshi odam sifatida tonigan odamlar, bularning ham shu yurtningki ma'naviyatda tutgan o'rnimi anati cho'ng bo'lgan timdi. Hamda zakat berish an'anasi, zakat orqali namratlarni qutuldirish an'anasi bizda hozirgacha o'zib qolmadi, balki davomlashyotdi. Ammo bizda bu zakat berish, zakatni tonish jihatiga onglik ancha ustun emas deyishga bo'ladi. Zakat berish faqat tasha og'zini hapil qilib echib turgan, yeyman deb qarab turgan, mandaq shetgan vaqtda namratlik doirasi, yemak-ichmak doirasilarla cheklangan. Mandaq shetgan vaqtida butun jamiyatga nisbatan vaqtida bunda bir uyat tuyg'usi, o'zining namratligidan qutulish jihatiga bir xil onglik, bunda g'urur, bunda bir qo'zg'ish yo'q bo'lgan odamlar berishlarga cheklangan. Şu zakatninki Uyg'ur musulmonlar jamoatidagi aktivlar roli, ularni ma'naviy jihatda qutuldirish jihatdagi turkilik roli ancha joriy bo'lmagandekla bir xil turdi.
İslam dini o'zi xos bir xil mustaqil bir din bo'lish bilan, endi uzoq an'anaga bu din bo'lish bilan, pishqar va mukammal ahkamlarga ega bo'lish din bilan iqtisod haqida nurg'un ko'z qarashdan turgan mukammal bir iqtisodiy sistemasi va qimmat qarashi va bir din. Bugungi bir iqtisodiy davrga qadam qo'ygan vaqtimizda bizningki olimlarimizmi, ziyolilarimizmi aslida zakotni qanday yo'lga berish, qanday ishiltish, qanday joriy qildigan vaqtda uningki unimining eng yuqori bo'lish, mush qatorliqda izlanishi, tadqiqotlarni elib berishi va bugungi davr taqozo qilayotgan ba'zi masalalarga javob berish kerak edi. Ammo bizning vaqt izlanishimiz, tadqiq qilishimiz yetarli bo'lmadi. Endi zakot Qur'oni Karimdagi har qaysi oyatlarda ko'p qatim tilga olingan. Bizning bilishimizcha, masalan, Makka surasi 8 qatim, Madina surasida 22 qatim tilga olingan. Mana buningdan nimani bilamiz degan vaqtida zakot berish bir baylarning bir mas'uliyati bo'lib, bu sal qarasi bo'lmaydigan narsa. Jumladan zakot berishning o'zimi musulmonlarningki turmushdagi muhim farzlarning biri bo'lib kelgan. Endi zakotningki roli jadidga vaqtda uning bir namratlarni yo'lash va uni qutildirish roli bo'lishidan boshqa, uning ummatlarni ittifoqlashtirish, andan keyin ularningki ijtimoiy rolini qo'zg'ash, bu jihat roli intayin cho'ng bo'lgan. Baylarning namratlarga mas'uliyatimi bir alayda bir ta'kidlanib kelgan muhim bir farzlar sifatida endi hozircha bo'lganlik davomlashib kelgan bo'lsa-mu, bo'libmi bizda bu shu zamonaviy iqtisod davrida zamonaviy iqtisod bilan zakotning munosabatini qanday tatbiqlash, o'xshamagan e'tiqod sistemasiga, boshqa bir madaniyatga avom bayalarda uni qanday tushundirish, izohlash, ishiltish qatorliq taraflar biz uchun tadqiqotda yana bir tepishmoq bo'lib kelyapti. Bir adamninki kundalik turmushda, masalan, bir musulmonning kundalik turmushimizda namoz u bir ma'naviy ibodat bo'lib, xususiy shaxsning o'zining yaratqisilar bo'lgan shaxsiy aloqasini, ularning seg'inishini, anandagi uning xarakteriga tozalanish, pokizlanish qatorliq taraflarni belgilaydigan bir xil ibodat shakli bo'lsa, zakot endi bir xil moddiy ibodat, ya'ni bir ijtimoiy ibodat bo'lib, bir odamning shaxsiy ibodat shaklidagi sifatini bevosita oshkorlaydigan bir praktika yoki bir amaliy sinoq deyishgan bo'ladi. Shunga islom odamni e'tiqod jihatda ham ma'naviylikka bog'laydigan, ham ijtimoiyatga bog'laydigan bir sistem bo'lish bilan odamni bir atrofliq, mukammal bir mavjudiyatni taraqqiy qilishga dalolat qiladi. Masalan, bir odam nuqul o'zining shaxsiy ibodatlarla cheklansa, uning ro'yobdan hech qanday farqi yo'q. Masalan, yurtlardan, odamlarga joylashgan yerlardan jiroq bir g'orliq bir tog'larda, jilg'alardan iborat bo'lgan ro'yoblardan hech qanday farq bo'lmay qolishi mumkin. Balki bir odam o'zining xususiy ibodatini, ya'ni ruhiy ibodatini o'zini kishilik turmushdagi ishlab chiqarish, taqsimot qilish, anandagi boshqarish, anandagi ishlab chiqarishni bir prinsipga keltirish, moddiy boylik yaratish, bu qatorlarni tatbiqlab, uni ijtimoiy yuksaklik darajasiga ko'taradigan vaqtda anda bu musulmonning sifati sifatlik bo'ladi. Shundan bir vaqtda real jamiyat yuzlangan bir musulmon bo'lishi mumkin bo'ladi. Endi bizning turmushimizda ba'zilar zakotni bergan vaqtida faqat yeydigan narsa yo'q, yoki shuning qarabli tug'an, baqiri, miskin odamlarga bir to'g'ri, bumi zakotninki o'z ma'nosini tepishlik bir yo'l, bumi zakot berishning bir mazmuni, bir tarkib doirasiga kirdi. Ammo ba'zida jamiyat taraqqiyoti bir alohida bir ta'xirsiz masalalarni shart qilishi mumkin. Masalan, bu ma'lum bir yerlik odamlarning yeydigan, ichadigan asosi hal bo'lgan, ammo ularning turmushi yeydigan, ichadiganning g'amidan xalqib ketamagan. Uzoq holda bunda iqtisodiyot mustaqil qatmal holatni saqlab kelgan. Ularning bir alohida bir yuksalish, alohida rivojlanish bo'lmagan ahvolda zakotning rolini qanday joriy qildiganda yaxshi bo'ladi. Bu mayli diniy zotlarning, mayli iqtisodshunoslarning, mayli ziyolilar bo'lsin, bu cho'qim bir izlanadigan tiyin bo'lib qoldi. Masalan, bizning yurtlarimizda bir kambag'al oilaning bolalari va o'zi shunda zirak, aql farosatli bolalar lekin o'qish protsessiga erishmagan yoki o'qishni yarim yo'lda to'xtatib qo'ygan ma'lum sabablar bilan. Endi ularning qo'lida ma'lum bir hunar kelishi mumkin, ya mashina remontchiligini qila olishi mumkin, ya navoiychilik qila olishi mumkin, ya yog'ochchilik qila olishi mumkin. Aytavri ma'lum hunarda buning xabari bor. Ammo uning mablag'i bo'lmaganligi uchun buningki taraqqiy qilish fursati ham yo'q. Yoki oldiga ilgileyemedi, işte bir sharoit bo'lmay qoldi. Bunday ahvolda qanday qilish kerak? Men yakki holda hozircha bu savolga o'lchamli javob berishdan yiroqman, ammo mushimi har qaysi zotlarning bir izini baqirgan bir temis deb o'ylayman. Men bir mahalladagi baylarningki shunday vazifasi bor deb qarayman. Shu mahalladagi bir bay masalan o'zining iqtisodiy nazardan mablag' solib,
Aşındaq balalarga sen palani yak berip, ma 3 ay ma hünärni öğrenip gel, ma kesibni öğrenip gel. Ya bir aşpazlikni, ya bir navaylikni öğrenip gel. Ma bizning yurtimizda bir navay kamdekmi turdi. Yakimiz bir aşpazlikni mana boshqara oladigan odam kamdek turdi. Ey tavır ish qilib, ma'lum bir sahallarga ma'lum bo'shliq bodek turdi. Sen shuni o'qib kel, deyish orqali shuni o'qish pulini ko'tarib yetish, shuningga aql jihatga yordam berishni qo'llansa, meningcha u o'zining bir qarindishini oldindan ma'naviy jihatdan qutuldigan bo'ldi. Uningga aql farosatdan iborat bir narsani urug' solgan bo'ladi. U kelgisi o'zining bu aql farosatga tayinib boshqalarning qutqizishga muhtoj bo'lmay turibmi o'zining turmushini davomliq elib boradigan bir holat keladi. Shuning uchun qutuldirish masalasi kelgan vaqtida nurg'un odamlar bir odamga bir vaqt tomoq berishni yoki bir xalta un, bir qapoq suv mey berishni, görüş berishdan o'zini bir qutuldirish deb o'ylab qo'ydi. Lekin u faqat vaqtli bir o'tkinchi qutuldirish bo'lib, uni uzil-kesil qutuldirganlik bilan ta'mas. Shuna bir odamga bir qatimliq beliq go'shi bergandan ko'ra, uningga beliq tutishni o'tib qo'ysak, daryo ko'lli boyada u odam shu beliq tutish orqali o'zining rizqini doim ado qila oladigan, balkim beliqni ko'proq tutish orqali beliq tijorat qila oladigan bo'lsa, biz u odamni uzil-kesil qutulgan bo'lamiz. Şu bizimki başkalarga berayotgan yordamimiz bir odamni texmi muhtojlikka tushirib qo'ydigan, tamoxurlikni undab qo'ydigan, o'zini faqir, ojiz, bechora ko'rsatadigan, o'zini bechora ko'rsatish orqali boshqalarning yordamini qo'lga tutgan tamoxur, boshqa odamni tarbiyalab qo'yishimiz kerakmi? Yoki bo'lmasa namratlikni nomus deb biladigan, shu nomusligidan 5 tuvan sangalab ketgan, ma'lum bir qarindishiningki mohiyatlik bir farosatlik yardım orasida uningdan uzil-kesil qutulishni o'ylaydigan, o'zining namratligidan qo'l kelgan bir xil ochiq tajribalarni aql farosatga aylantirib, uni kelgusi moddiy va ma'naviy boylikning sarmoyasiga aylantirgan odamni barliq keltirishimiz kerak bu yo'qmi? Bu bizning har sa odamlarimiz astoydil bir boshqa turmoqlik masaladir. Uyg'ur jamiyati 20 asrning beshida mayli iqtisod, mayli ma'rif va madaniyat jihatdan bir qatimliq oqarish davrini beshdan kechirdi. Shu asrning beshida Akuku Musaboyevlar Tangritog'ning janubiy va shimoliy tekirida ma'rif va iqtisodni asosiy mazmun qilgan Uyg'urish harakatini jiddiy boshlab o'tdi. Ularningki maktab bichish, yangi ma'rifga yo'l qo'yish jihatdagi besib o'tgan shonliq izlarining nuri mana bugungi bizning davrimizda hozir aksidir. U tamamen yepyeni bir tarihi mevzu bo'lgan holda bugungi yangi avlodlarning tarafidan izlanyapti va yangi bir an'ana sifatida joriy qilinyapti. Ayni vaqtda Musaboyevlar Uyg'urlarni zamonaviy iqtisodniki bo'lsa boshlagan. Yana zavod, ishlab chiqarish, pishiqlab ishlash, setish, bozor o'zaro kiralashgan bir sistemasi borliq keltirib, garchi cheklik doirada bo'lgan bo'lsa-mu, mashinaning tunji real bir ham materialni o'rnakini o'tirib chiqadi deyishga bo'ladi. Garchi u keyingi vaqtlarda ancha bir izchillikka ega bo'lib qolmagan bo'lsa-mu, ammo 20 asrningki dastlabki yillarning o'zida biz kelgusi o'zimizning iqtisodiyotdagi bir parlaq bir istiqbolni yaratmoqchi bo'layotgan bir sharoitimizda Musaboyevlar yaratgan shu qimmatli ruhning o'zimizga to'lim lozim bo'layotganligini ro'shan his qilib yetmoqdamiz. Biz endi korxona va korxona ro'yi haqida gap bo'lgan vaqtida o'zimizni orqaga burab turib, Musaboyevlar yaratgan shu shonliq izning tagidagi hikmatlarni izlayapmiz. Ana hozirgi to'liq bo'lmagan ma'lumotlar qargan vaqtida bizda hozir 15 ming qadar atrofida korxonalar barliq kelib yetibdi. Bu Uyg'urlarning qandaqli bo'lmasin, an'anaviy partizanchi savdodan bir zamonaviy savdoga o'tganligini ishlab chiqarish, markalashtirish, setish, bozor echish, bozorni faraz qilish, bozorni yaratish bunday aytganda. Ham korxona obraz yaratish jihatlarda ba'zi aqliy izlanishga dastlab qadamda kirishganliginingki ba'zi alomatlarni biz jamiyatlardan ko'ryapmiz. Endi bu qurilgan mush korxonalarning ichida ba'zi korxonalar nomda qurilib qilib hech qanday bir amaliy rolni o'taolmagan ahvollar bor. Ba'zi korxonalar barliq kelib yana yo'qolib ketgan ahvollar bor. Ammo ba'zi korxonalar bo'lsa xeyli zo'r ko'lamni, yana hech bo'lmaganda 100, 500 yakomuz ish kuch ming atrofidagi odamlarni biz bir qo'shin qilib shakllantirib, ularni tarbiyalab, ularga munavvar boshqaruvchilar bo'lish, andan keyin munavvar loyiha xodimlar bo'lish, tadqiqotchi qo'shinlar bo'lgan bo'lish, ishchilar bo'lgan bo'lish, sotqichilar bo'lishtirishdek bu vaziyat dastlab qadamda yaratilgan bo'ldi endi. Shunday bo'lsa-mu, bu hamda son jihatdan oz bo'lganligi uchun bizning navbatdagi taraqqiyot ta'xirsizlik nisbatan aytganda talabdan ko'p jiroq bo'ldi endi. Bu son jihat jiroqli bo'lgan korxonalarning sifati
sapasi jihatda aytgan vaqtda hozirgi zamonaviy iqtisodniki kutayotgan talabidan yana davomli shiroq deyishga bo'ladi. Va muhimi nima bo'ladi degan vaqtda bizning nurg'un korxona ochqichlarninki ma'rif asosiy, aqliy bilim asosiy yeterlik bo'lmaganligi uchun hozirgi yana boshqa bir millatlarla bo'lgan savdo va iqtisod raqobatida o'zining ojizligini umroshan to'nib ketyotdi. Bizning korxonchiligimiz dastlab qadamlarda umuman qilib aytganda ishkirdiki ya boshqa rayonlardagi tayyor ishlab chiqarilgan mallarni yo'tkab ekilib setish xarakteri bilan cheklangan edimdi. Keyingi vaqtlar kelganda asosan milliy market barpo qilyotdi. Yanagi ishlab chiqarish jihatdagi yangi mahsulotlar, yangi tovarlarni ishlab chiqarib bozorga salyotdi. Bu bir ilgillash, ammo bu bir ilgillashdan surati bizning talabimizni yanada jiroq turadi. Bizning ham korxonchilarimizdagi bir ojizlikning yana bir ifodasi nima deganda boylik qarashida intayin bir cheklamalik bordi. Ya'ni u boylik desa ko'pincha pulni boylik deb qarab qoladi. Xom eshyoning o'zini boylik deb qarab qoladi. Yoki yerni yoki zaminni boylik deb qaradi. Albatta bular bayliq. Bu yani bayliq hesaplamda ular yana o'zining bayliq kuchidan qolgani yo'q. Ham bunday kimi bayliq. Ammo bizning bayliq qarashimiz bundan cheklansa bo'lmaydi. Biz bir zamonaviy iqtisod davrida bir millatning aql parasti, ma'rif safasi, yangilik yaratish, ijod qilish, aqliy jihatga bu yangilikni o'zini bir moddiy jihatga bir xil tovarga aylantirish, shu tovarninki jalb qilish orqali bozor echish, bozorni ko'lamlashtirish jihatga biz yangi bir tafakkurga ega bo'lmasak bo'lmaydi. Shu bu men deb aytganda odamning kallasiga bir o'y xiyol, ma'lum bir estetik tuyg'u, ma'lum bir tasavvurni biz boylik deb qaraydigan bir yangi korxonchilar turkumi cho'qim barliq kirish kerak bo'ladi. Ya'ni bizning korxonchilarimiz yanada korxonani jamoat korxonchiligiga aylantirib qo'yish band. Masalan, o korxona yanada o'zininki tuqqanlardan yoki bolalardan, tog'illardan, hammalardan degandek shunday odamlarni tashkil topgan bir guruh bo'lib qoldi. Bu bir jamoat korxonchiligi deymiz. Ana uning boshqarish tizimi intayin ibtidoiy, hozirgi zamonning sistemiga uyg'un kelmaydi. Bu xil ahvollar bizning asosiy salmoqni egallab qolyapti. Masalan, biz bu korxonaga hamisha boshqaruvchi xodim deb o'zimizning tuqqanlarini, yo bevosita tuqqanlarimizda, yig'riq tuqqanlarimizda ekirgan vaqtimizda ular bir xil to'g'richilik bo'ladi. Zamonaviy boshqarish eng bo'lmaydi. O'zini pesh qilish, o'zining tuqqanchiligini yoki o'zining boshqa bir xil tarafdan pesh qilish orqali boshqarish bo'ladi. Bundoq bo'lganda bu korxonaga jamiyatga ixtisos egalari, yaramli odamlar yaqin kelmaydi, balki ular bundan to'zib ketishi mumkin bo'ldi. Bu guruhvozlik asosiga boshqarish hargiz zamonaviy iqtisodchilar sayishtirib bo'lmaydigan darajadagi bir zaif bir boshqarish bo'lib qolishi mumkin bo'ladi. Endi bu jamoat korxonchiligininki inoqligi nimadan kelgan bo'lsa faqat qon va nasab jihatiga o'rtoqlik ustida qurilgan bo'lib, bu inoqlik, bu o'mlikning o'zi, bu atrat ro'yi hargiz aqliy bilish, vaziyatni kuzatish, endi jamiyat o'zi kelayotgan krizisni, xirisni aniq his qilish jihatiga bir xil aqliy bilishga qurilgan bo'lmasdan, ibtidoiy jamoa yoki urug'tashlik holatiga mujassamla bo'lib qolgan bo'ldi. Bunday inoqlikninki kuchi bardosh qilish iqtidori ancha uzun davom qilmasligi mumkin yoki raqobatga bardosh bermasligi mumkin bo'ldi. Endi bizda nurg'un korxonchilar o'zining funksiyasini tijorat qilish, pul tepish yoki o'zining xususiy turmush ahvolini yaxshilash doirasida chekladi. Buni bakmo yomon bir xil pozitsiya deb ketmagan holatmi? Ammo bugungi zamonaviy iqtisod davrining istiqomatida intayin bir qaloq pozitsiya bo'lib hisoblandi. Menimcha 10 yillik yoki 15 yillik tarixga ega bir jarayonni boshdan kechirgan bir korxonanki o'zi xos bo'lgan bir xil unum yaratish, obraz tiklash, ta'sir yaratish, jihati bir an'ana shakllangan bo'lish kerak bo'ldi. Shundan bir vaqtda o'zi xos bir xil ma'rifiy shakllangan bo'lish kerak bo'ldi. Shuna bu 15 yil yo 20 yil, 10 yil jarayonni boshdan kechirgandan keyin qarsak iqtisodiy jihatdan ma'lum unum yaratishdan bir vaqtda uningmi munavvar boshqaruvchi xodimlar borliq kirishi, munavvar ishchilar borliq kelgan bo'lishi, ularda shu korxonaningki taraqqiyot talabiga muvofiq keladigan bir xil ixtisos egalari borliq kelgan bo'lish kerak. Shuning bir korxona bir boshqaruvchi odam 10 yilda hech bo'lmagan o'ziga o'xshaydigan bir qanchalar munavvar boshqaruv xodimini tarbiyalagan vaqtida bu korxona ham iqtisodiy jihatdan unum yaratgan bo'ldi, ham ma'naviy jihatdan boshqarish jihatda o'zining bir an'ana va andisini shakllantirgan bo'ldi. Mana lekin o'ziga varis qildigan yoki o'zining ta'sir doirasini kengaytiradigan yoki bo'lmasa boshqa zanjirsaman bir xalqlarda rolni joriy qildiradigan boshqaruvchi xodimlarning sonini ko'paytgan bo'ldi. Mana bu shuning o'zini biz bir korxonaniki haqiqiy bir xil universal sog'lom bir taraqqiyot deb nazarga olamiz.
Endi bizning hozir korxonchiligimizning o'zida yana bir sodir bo'layotgan masala nima deganda, bizning milliy korxonchilarning toza uyushmaslik ahvoli endi. Har bir korxonchi bir hisobda o'zining oldiga bir qancha odamni ergashtirib kelayotgan bo'lsa-mu, yana u bir yakki to'p deyishki bo'ladi. Ularning nazarida butun milliy iqtisodning kelgusi istiqboli qanday bo'ladi? Bu milliy iqtisodning millatning saposi, millatning jamiyatga o'rni, dunyoning o'rni ko'tarish jihati o'rni qanday bo'ladi? Buni dangsaydigan aqliy iqtidor va sapa yo'q bo'lib qolishi mumkin bo'ldi. Bundan keyin ma'lum bir aqlli odamning roli cheklik bo'ldi. Shunga bizning korxonchilarimiz asli ba'zi o'zining qiyinchiligini hal qilish jarayonida pay jihatdan, aql jihatdan va boshqa jihatdan hamkorlashishi, boshni bir yerga ekilishi, cho'ng bir guruh bo'lib uyusha olgan bo'lishi, shu orqali o'zining raqobatga bardosh berish iqtidorini oshirgan bo'lishi kerak edi. Yani bu qanday shakllandi? Bu shakllanish uchun bizga mendaq bir narsa xotim bo'lish kerak. Ya'ni bizda korxona bor, korxonchilar ma'rifi yo'q, savdo bor, savdogarlar ma'rifi yo'q, bunda bir ahvol bor endi. Bu ma'riflarni qanday qilamiz undaq bo'lganda? Bizning har qaysi universitetlarimizda iqtisodni egilik tiklashni tadqiqda o'rinlarimiz bor. Bularni o'qib, o'qishtirayotgan yoshlarimiz bor. Lekin buning tarqilayotgan ilmlar asosan g'arb yoki ishki rayonlarda barliq kelgan kitobiy ilmlarni o'qtirgan bir o'rinli bo'lib qoldi. Shuning uchun bizning milliy korxonligimiz, milliy iqtisodimiz taqozo qiladigan masalalarni u yerda muzokara qilmaydi yoki tadqiq qilmaydi. Shuning uchun biz mustaqil holda ish ko'rib, biz o'zimizning masalasini o'zimiz hal qilishimiz, o'zimizning masalasini o'zimiz diagnoz bayqashimiz lozim bo'lib qoldi. Buning uchun biz endi cho'ng-cho'ng korxonalarda cho'qim bir korxonchilar ma'rifini yo'l qo'yadigan bir intilish bo'lish kerak endi. Bizning Arambag yemak-ichmak shirkatining tarmog'ida o'tayotgan savdo maslahatchilik shirkatining qurilishi mana bu ta'xirsizlikni his qilishdan bo'ldi deb qaraymiz. Bizning millatimizda savdo ma'rifining yo'q bo'lishi, korxona bor, korxonchilar ma'rifining yo'q bo'lishidek mushkul reallikka xotim berib, ham korxona bor, ham ma'rif bor, ham iqtisodning moddiy tarafiga, ham ma'naviy tarafiga bir qadar sog'lom bo'lgan bir iqtisodiy sistemani gavdani barliqqa keltirishda tirishchanlik ko'rsatish bizning navbatdagi nishonimiz.